2026-yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilinib, jamiyatimiz hayotida mahallaning o'rni va ahamiyatini yanada yuksaltirishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Mahalla jamiyatimizning yuragi, mehr-oqibat va hamjihatlik maskanidir. Azaldan mahalla xalqimizning ijtimoiy hayotida muhim o'rin tutib kelgan. Bu muqaddas dargohda inson qadri, qo'ni-qo'shnichilik, kattaga hurmat, kichikka izzat kabi ezgu qadriyatlar shakllanadi. Mahalla faqat yashash hududi emas, balki tarbiya, birdamlik va mas'uliyat maktabidir. Mahalla tinchlik va totuvlik tayanchi, ezgulik va hamkorlik manbai. Uning ravnaqi jamiyatimiz ravnaqi. Mahallaning mustahkamligi esa kelajagimiz poydevoridir. Shu bois har birimiz mahalla hayotida faol ishtirok etib, uni yanada obod va fayzli maskanga aylantirishga mas'ulmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.